milodiy 1959 yili 9 ayning 26 kuni Yoshino yerim orolda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Shimazakining ro'yini qutuldirib, uning kishilarga bo'lgan ishonchisini asli keltirish uchun Nobuto taftish amaldorlik vazifasidan istifa berdi. Bu ishning tegtaktini to'liq bildigan Naoko Shimazaki bilan bo'lgan ota-bolalik munosabatni davomli saqlab qilib, dadasining o'zi tanlagan burchini ado qilishiga moslashish qaroriga keldi. Biroq oliy taftish mahkamasi Shimazakini chaqirtib qayta sud qilishdan bir kun burun Naoko Shimazaki bilan birga to'satdan g'oyib bo'lib ketdi. Kömüdüm. Sizce? Ben mi kömüdüm? Keçirim. Bu adamni tanımsız. Tanımayman. Sud echilishdan burun Shimazakini tepish uchun Nobuto tumuz isig'i qarmay hammaga tegidek badi. Shimazaki eji. Ko'rib baqma. Sizlarchi? Bu adamni ko'rib mi baqmabdi ekanman. Kechiringlar. Xizmat vaqtida sizlarni avar qilib qo'ydim. Nobuto Shimazakini cho'qim tepib, uni sudga tashabbuskorlik bilan qatnashtirishga bel bog'ladi. Siz bilan bir rumkara hechkim bor. Oldingi yili oliy taftish mahkamasida pensiyaga chiqqan Nobuhara apandi esingizdami? U sizning uning bilan hamkorlashishingizni qarshi oldi ekan. U hozir advokat ishlar o'rinda ishlaydi. Advokat Yoshinoning vazifaga tayinlanganligi uchun qadah ko'taraydi. Biroq, kechiring, men bu vazifani qabul qila olmayman. Agar Shimazaki bir ish qilib qo'ysalar, oliy taftish mahkamasi uni qo'lga olishini tasdiqlashi mumkin. Bu jihat xotirjam bo'ling. Shuninggacha ishimni qilib bo'lishim kerak. Nobuto, siz bakmi bag'ri yumshoq odamkansiz. Sizning taftish amaldorligidan tushib ketishingizga dal Shimazaki sababchi bo'lgan emasmi? Moshundaq bo'lganligi uchun e'tiqodimni talto'kis amalga oshirmoqchiman. Agar hozirli bu ishni tashlab qo'ysam, taftish amaldorlik vazifasidan istifa berganimning nima ahamiyati bo'lsin? Ondaqda yangi vazifani qabul qilmaydigansizda. La o'zingizni yerda qo'yganligimni kechiring. Kelar qaytdim, yana kelasiz. Qadam tashib qilganingizni qarshi olamiz. Kelib chiqib qolsang-ku. Kelganimga 5 kun bo'lib qoldi emasmi? Emisi, mo'shada o'ltiray. Bugun bir mehmon bo'lg'im bor. Qimmat taomlarni keltir. Onchi vala pul buzib nim ketdi. Sirma, mening qilayotganim qattiq ishlab ko'p pul topadigan emganga. Elaqib bir nima. Tamoq tizimligi. O'zingiz ko'ring. Men. Aytqina, buning ichida eng oliy tamoq qaysi? Dada. Bu yerga hamma narsani yevarsingizmi, mening ish haqim 1 sentni o'smaydi. Mondaqda. Kela. Dada, nim qilay deysiz? Hech nima. Ishga kirib, oylab baqayli. Yur. Dada. Nima ishqa bu yerga kelib, pulni buzib chachisiz?
Bana kandakını bulup çaysa değil bolsun. Av kızıl kiyim kara. Xuddi sana buyruq tutkizgandek ko'rindi. Kela. Kirmamsa? Dada, men ketdim. Ey, Naoko, to'xtab tur. İşi kirib qarab baqmamsa? Jiring. Av kiyimni... Jiring, marhamat. Rahmat. Siz erkinler bir vatsız. Bazı işlarni beceriyotaman. Naoko xonimizda vatamsiz. Nemishqa? Dada, bu qitim tatish amaldorlik vazifangizdan tushib ketishingizga dal Shimazaki sababchi bo'lgan tursa, yana har kun u yoq bag'ingiz nemisi? Yezimiko. Mening vazifamda istifa berishim hargizmi Shimazakining bisimiga tiz pikib emas. Balki butunlay o'z ixtiyorligim bilan bo'lgan. Men yerim ömrümni yaşap boldum. Emdelikte besip ötken hayatlık yolumni yeni eslep ötey davatıman. Men kichigimdan tatipla teptiş emeldarlık hizmetini özemden birden bir mukaddes burchi deb qarab kelgan. Halbuki adam öz ömrüde ma'lum bir xil intilish tufaylidan o'zi chin qalbidan so'yadigan kasbdan voz kechadigan chaqlar bo'ladi. Mening bunda qilayotganligimni sizning hamon bir kuni tushundiganligingizga ishonaman. Dada, sizga tamamen ishonaman. Bo'ldi, uxlaylik. Ey, Naoko. Hech nima. Bir gapingiz bormidi? Naoko. Manga rostilla to'liq ishonamsan? Dada, yana o'rningizdan baldir turmusingiz bo'lmaydi. Chiroqni o'chirib uxlaylik. Men uxlab qolsam, sen kechib kelsan qanday qilaman? Dada. Undaq bo'lmas. Bizga dada bola tursak, chiroqni sal turib o'zim o'chiribday. Yaxshi tush ko'ring. Tenhalıqda zerikib qaldın-ku deyman. Undaq emas. Menden yoshirman deme. Men hammani bilib turibman. Bugün akşam yana uyqum kelmaydigan bo'ldi. Naoko. Ananı ko'gin keldimi? Elbette. Senin men bir dadan var. Başka her qanday adamның sana dadı buluş salayeti yok. Bırak ananı köymekçi bolsan, bu senin erkilikin. Hacatsiz. Nemishqa? Mening anam yo'q. Endi aram eling. Naoko. Uxlab bo'lsan da.
Vay, Vey, Nagoya'daki Otaki efendinin uyumu. Ben Tokyo'daki Shimazaki Eiji bulumen. Otaki hanım var mıydı? Ha? Siz bulamsız, pek yaxşı oldu. Mondaq işte, bunu telefonda eniq tushundirib bo'g'ilib olmaydi. Gapni qisqaroq dey. Siz bu yerga kelib, Naoko bilan ko'rishib kelsangiz qandaq? nim dediniz? Naoko hazır siz bilen birlikte turavatamdı. Nime? Siz bilen birlikte çıkıp ketgeni bir hafta oldu dediniz mi? Faqat mushu qizlar hamma ishdan bexabar edi. Nobuto bir oz xotirjam bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u bu shaharning yana bir bulonidagi sovuq qolgan yurakka asta-asta issiq o'tayotganligidan xabarsiz edi. Kechiring. Uyda Yezimiko'ba so'zlashyapsiz. Siz rastilla balını Shimazaki'ye taşlap vermekçi mi? Bu Naoko'ning tashabbusi bilan bo'lgan. U qalbimni tushunadi. Siz balını qaytırıp gelmemsiz. Moshunda qilgandila. Ondan Shimazaki'ni qutqizib qola olamiz. Buningdan boshqa chora yo'q. Shimazaki 30 yildan buyon taqdiriga zorlanib, hukumatni qag'ab davlatdan og'rinib kelgan odam. Şuna hazır her qandaq nasihat kar qilmaydi. Shimazaki'ni qutuldirimiz deb qizimizni azoblab bersak qandaq bo'ladi? Mana ishining. Bu Naoko bilan ikkimizning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyat. Ikki qizning munosabatidagi o'zgarish orqali Shimazaki bilan ikkimizning o'rtasida peshonimizga putilgan bir xil bog'lanish yuz bermoqda. Biroq men bu ishni unutib keting. Bunun siz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Siz meni Ishika Niko degan ismdan mahrum qilgandingiz. Endilikda yana qizimga bo'lgan onalik mehrimdan mahrum qilmoqchimi? Bundaq qilish qo'limdan kelmaydi. Bu bola meni, u meni 10 oy qo'saq ko'tarib tuqqan tunji bolam. Naoko'ning hozir nadiligini bilamsiz. Shimazaki sizga uning nadiligini dedimi? Qayna ayting. Naoko hozir nadi ekan? Aytib bersam, uni qaytirib kelamsiz. Buni tushundim. Uning qishig'i o'zim borman. Xonim, menga yaqin kelma. U degan mening qizim. Mening yurak bor. Qani marhamat. Qadam tashrif qilganligingizni qarshi olamiz. Yezimiko. Do'kondagilarga men deb qo'yay. Siz darhol dadangizning qishig'i keting. Bu zat qandaq ish? Nemishqa ketishni xohlamaysiz? Shimazaki sizni o'zi bilan birga turishga zo'rlayaptam deya. Undaq emas. Emas nemishqa? O'z dadangizning qishig'i ketishni xohlamaysiz? Darvaqa u uyda hozir heliq Yezmiko degan qiz bor. Sizning uyaga berishingiz sal afsiz. Biroq Shimazaki bilan birga turaverishning hojati yo'q-ku. Meni tushuning. Men hazırlık qaytib kelsem, dadamның мың bir təsik təptiş əməldarlıq vəzifəsindən istifa verişi soğukçulaşmamdı. Dadamның vəzifəsindən yemişki istifa bəgəlliği mənə ait ayan. Qalbingizni tushundim. Biroq bundaq azob chekeverib meni kepti. Yengilshivatsiz. Men gerçi öz uyumdan, öz dadamdan ayrılıp yaşavatkan bolsamı,
Lekin mushundaq qilsam, dadam bilan har kuni haqiqiy birga turayotgandek his qilaman. Mana bular bir-biri bilan qalbdosh, taqdirdosh bo'lgan haqiqiy ona bolalar edi. Shimazaki qayerda? Qani ayting. Shimazaki hozir nerede? Naoko. Shimazaki dadam, dal men onunğa məxfiyyətlikni saqlashqa vədi berganligim uchun men aram taslik ishongan. Buni bilaman. Men Shimazakiga kuyinganligim uchun sizdan so'rayapman. Bilamsiz, Shimazakini yaqinda ochiq sot qilmoqchi. Agar o sotqa vaqtida qatnashmasa, uni qo'lga elish buyrug'i chiqarishi mumkin. U chaqda u yana bir qatim turmaga kirib qoladi. Qani, tezroq ayting. U hozir nerede? Takisoki portida. Hammalik qilyapti. Takisoki portida? Undaqda ne turvatdı? Sikay. Ambiridiki. Rinkay oltirak rayında turvatdı. Mundaqda. Rahmat sizga. Mening yana qiladigan ishim bor edi. Ay, turib. Meni qo'yirdi. Sizdan o'tinib qolay. Balaning qalbini tushuning. Unda qilolmayman. Siz qanday qilaman desangiz, o'zingizning ishi. Biroq balani Xonim, mening qizimning davomli azob chekishini ko'rgim yo'q. juring. Uy keting. Sizni opirib qo'yay. Qizimizning azob chekayotganligini ko'rib turib, ichingizmi og'rimag'ini qarang. Ajabmi bag'ritosh odamkensiz. Sizni qandaqmi dada degani bo'lsin. Bir ana bo'lish sifatim bilan sizdek bag'ritoshlik qilish hargizmi qo'limdan kelmaydi. Siz qizimning onasi emas. Balkim bu gapim sal eshib ketgandir. Siz Otaki Yumiko degan nom bilan ikkinchi hayotingizni boshlashingiz kerak. Bu jihatda Naoko'mi o'zini tuta oladi. Shimazaki, siz mening sizni izlab tepib olishimdan qo'rqmay, Naoko'ning g'amini yeb, Otaki xonimga telefon beribsiz. Men buningdan minnatdorman. Ondaq şalaqlıq qilmasangiz bo'larmi ekan? Ben Naoko onasi bilan qanday vaqt ko'rishmayli dedimmi xolos. Sizga shuni aytib qo'yayki, uning men Shimazaki birli dadisi bor, ha? Shimazaki, sizda yanala hissashlik degan narsa bor ekan. Meni unchalar maqtab ketmisingizmi bo'ladi? Birinchi sotda mening gunohsiz deb qaralib qo'yib berilganligini unutib qoldingizmi, ha? Siz menga ko'z bog'lab o'tib keta olmayman deb qolmang. Agar ikkinchi sotga qatnashmasangiz, qo'lga elinib ketasiz. Sizdan o'tinib qolay. Sizni ko'zda tutibla shundaq da'vataman. Agar sotga qatnashmasangiz, sotchilarni ranjitib qo'ysiz. Sizga sotga qatnashmayman deb qachon aytdim, ha? Ochig'ini aytsam, siz bu yerga Naokoni olib ketish uchun keldingiz. Rasululloh shundaq bo'lsa, bu yerga kelib nima qilatdim? Shimazaki, agar kishilar oldida 100 kilometrdek ish qilib qo'ymagan bo'lsangiz, mardon oldi sotga qatnashishingiz kerak. Xotirjam bo'ling. Men hargizim qochib ketmayman.
Sotqi cho'qim. Qatnashamsiz. Benim yana başka işim var. Kolumdaki işlerini bir başka çıkıp etmişsem olmaydı. Shimazaki. Mening ishim qilganimni deb orlisiz. Teptish amaldarlik vazifangizdan istifa berib ekansiz ku. Men kepim tehi tugamidi. Oldinda yo'g'onchilik qilmay. Tezroq ketavering. Qaytib keldingizmi? Otaki tag'am mehmonxona sizni saqlab o'tirdi. Har yoshi bilan tamomini birga aytibdi. Achchig'i bek yaman. Kechiring, sizni saqlatib qo'yibdiman. Yumikoni men qaytarib bering. Bu ishki balni onasi men qaytarib bering. Xonimga bir ish bo'ldimi? Yoshino efendi, bu zodi qandaq ish? Bugun men komandir kunin qaytib kelsam, ishki balam uyda yolg'iz o'ltiribdi. Keyin uxsam, Yumiko Nagoyadan qaytib kelibla ishki balam tashlab g'oyib bo'pti. O sizin qishingiz kelmasa, yana keletdi. Rostini aytsam, xonamingiz bilan bir qatim ko'rishdim. U Shimazaki bilan birga ketib qolgan Naokodan xotirjam bo'lolmay bu yerga kelibdikan. Dada bola ishkana Shimazaki bilan til biriktirib bilib, Yumikoni mendan tatib olmoqchi, shundaqmi? Otaki efendi. Gap qilganda asos bo'lish kerak. Bu nayki iniqqu. Siz Naokoni yemchi qilib tashlab, biz bir oila kishilarini xonimi vayron qilib, bu ishki balni yetim qilmoqchimi? Ha? Otaki hanım. Ama haysiz. Naoko uyda yo'qmikan? Ketishga nimancha oldiraysiz. Juran uyga kiraylik. U bola boshqalarning ishini o'ylaydi ekan. U sizni shundoqla meni deb dadini ichiga yetib yuriyotdi. Buningga zot aqlim yetmaydi. Hey, hanım. Naoko. Hey, hanım. Naoko. Qaytib keldingizmi? Nima qarab tursan? Buni al. Ana. Kechiring. Siz meni deb alayda Otaki hamamni chaqirib ketsiz. Shu sababdan Nobuto dada. Nobuto efendi. Sizni tepib oldi. O ahmaq. Tepavasın ne bo'pti? Hey, Naoko. Yağmur bağınsa qattiq yerib ketyapti-da. Buni nima? Tushundiring. Balalarım ya ölmeydigan, ya tirilmeydigan bunda qatmal holatni herkesin qabul qilolmaydi. Yoshino efendi. Sizni qanday qilamiz? Siz balkim Yumikoni unutib ketamagan bo'lishingiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, rost gapingizni ayting. Otaki Yumiko amaliyotda Yoshino Ishikaniko, ya'ni sizning ayolingiz bo'ladi.
İşkinglardan Yezimiko isimli bir bal tug'ilgan. Yezimiko, Tağa bay degan gap hozir rostmi? bu yerdan darhol chiqib keting. O'taki hammam mening o'z onam. Shundaqmi? Rostili shundaqmi? Yezimiko, tez chiqib keting. Dada, o'taki hammam rostili mening onam bo'lamdi. Yo'q, men undaq deganim yo'q. Sizning onangiz Otaki efendi, ağzınızı yumsınızca. Balları Yezimiko, yıkılmanla. Dadağınla bak. Yürüngla ananla tapaylı. Yürüngla balları. Bir qitim da o'taki hammam rostili onam bo'lamdi. Odamni shundaqmi bo'lsa qilgan bormi? Mening o'z onam ko'z oldimda turug'liq. Nima mendan yoshirsizlar? Sizlar nima degan eski? sizge aytdim-ku. Qo'limdan keldiğalı iş bo'lsa, cho'qim o'rinlayman. Shunga Otakining oilasidagilarga avarchilik tepaman. Siz hakikaten pek estadil adamkensiz. Hazırlık talatınızı qara. Ameliyatı mening Otaki efendiga avarchilik tepirish niyetim yok. Sotichilganda beşimni igiz götürüp sotuq kirman. Siz rastilla sotib qatnashmoqchimi? Undaqda sizga rahmat aytsam bo'g'dik. Biroq bir shartim bor. Bir odamni izlashib bersiz. Kavano, Ko'nglida adovat saqlab o'ltiribdi-da. Siz onu tanımsız. yo'q, siz o odamni topgan taqdirdami? Oho şundaq. O kara tulki teptiş mahkemesikilerini herkesin bosağızga yaqin yol atmaydı. Onun bilen Cungu'nun şarq şimalda tanışkan edim. Hazır biraz sığınıp otaman. Baldi, bu işini sizge tapşırdım. Nobuto'nun ko'ngliga bir xil yomonlikdan bishorat bo'lgandek bo'ldi. Bu qog'ozga yozilganlari dal ayni vaqtda Jungoning sharq-shimoldagi Manjuriya yoshlar avangard atritining katvoshları edi. Nobuto Shimazaki yana yangi suiqasd planlavasi kerak deb o'yladi-da, butun a'zoyini titrak besib, ko'zi qorong'ilashib ketdi. Geldin mi? Sizga kechlik bo'lib keldim. Bu ocağı kep kalsan o. Tushlikdan ahandiq. Şundak mı? Emes yemedim ha? Anam bilen körüşkendin keyin Roy haltdan başkası yaxşı bop kaldıcı mı? Bu yenim degan payza. Acep mezlikken. Sen mi yigin? Men yegan. Seri qushqach vichirlab uxlab qoldi bulanchikda. Akşam anam uyutib qo'ygan edi. Yaxşı o. Vichir, 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 vichir. Tiyin chiqdi bulanchikka. Ağam chig'aya mishib. Lay 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 lay. Nobuto ko'ngildagini aytishga jur'at qilolmaydi. Qizi o'z dadasidan ayrilib, qaysarlik bilan yashayotgan tursa, uning onasi bilan ko'rishini to'siq qandoq bo'ladi? Endi uning onasiga yana bir qatim iltijo qilmoqdan boshqa chora yo'q edi. Dadam yig'ildi. Sen acep yaman kelsen o. Ha? Ana. Gel. Rostili mening onammi? Yezimiko.
Eğer otaki tağam bilen dadamның qilishgan gaplarini anlamagan bo'lsam, yanıla anamni hamma deb yuraver ekanman. Yuzimiko, bu ish to'g'riliq. Dadamdan so'zlab berdi. O sizni hozir otakining ayoli bo'lib qoldi deydi. O yana bu ishni tamomiy bilan Haru Yoshini ko'zda tutib, mendan yoshirganliklarini aytib berdi. Shundaqmi? Onchola ansirab ketmasanglar bo'ladi. Men sizni hargizmi Haru Yoshilarni tatib olmaydim. Men uchun sizni doim ko'rib turishimga ruxsat qilsangiz bo'ldi. Jo'ylamang. O hargizmi sizning onangiz emas. Akşam o'zingiz shundaq dedingiz-ku. Mening demoqchi bo'lganim, Kechiring. Sizdan o'tinib qilay hech bo'lmaganda, anamni doim kelib ko'rib ketishimga ruxsat qiling. Men cho'qim Haru Yoshilar bilan obdan o'taman. bo'ldi qiling Yuzimiko. Gapning rostini aytsam, Hay, siz bu yoqqa keling. Sizdan o'tinib qilay. Rost gapni Yuzimikoga hargiz aytmang. kallangiz nimancha ishlamaydigandi. Haqiqiy ahvolni aytib bersak ish tugaydi emasmi? O chaqda hech kim bu ish uchun bosh qotirib o'ltamaydi. Haqiqiy ahvolni Yuzimikoga aytqilib bo'lmaydiganligi uchunla Yoshino taftish amaldorlik vazifasidan iste'fo bergan. Yumiko, Yoshinoni hilimi kech kunduz eslab turdi ekan-sizda. Bu boshqa ish. Shimazaki dadabalish kaylan uchun o'z vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan Yoshinoning qalbini tushunsangiz ekan deyman. Aslida ko'nglingizda men bilan ikki bolamiz emas, balki Yoshinoni borganda. Yoshinoni shuncha unutolmaydigan bo'lsangiz, men bilan adajuda bo'lib, Yoshinoning qishiq keting. Bu nima deganingiz? Ko'zimda tezlik qiling. Yana menga qarab tursiz. Shiqilg'an nima bo'pti? Haru Yoshi, sen o'g'il balg'o. Bo'ldi. Haru Yoshi, tamami. Bugundan boshlab men sizlarning ochanglar, tez o'rninglardan turinglar, ha? Haru Yoshi, tamami. Uyga kirib ketinglar. Ana, bu nima qilganingiz? Nima ish meni Haru Yoshi tamomiylar bilan birga o'ynay qo'ymaysiz? Yuzimiko. Yuzimiko. Bu yerga nima deb keldingiz? Otaki hammam. Meni anam bo'lgandikin. Uni ko'rgili keldim. Akşam sizga nima degandim? Juring, uyga ketaylik. Haru Yoshi, tamami. Ikkinglar mening qishimga kelinglar. Quloq seling. Bola bilan men o'tiramsiz yoki Yoshini o'tiramsiz? Darhol bir qaroq keling. Men bu yerga kelmagan bo'lsam, ammamni anam demagan bo'lsam, bo'ptiki. Bo'ldi. Demayli qo'ying. Bo'ldi qiling Yuzimiko. Anam shuncha yaqin kelib turibmi? Nima ish ko'rishtirmaysiz? Keyin oldirmay so'zlashaylik. Juring ketaylik. Dada. Bag'razli qilmang Yuzimiko. Biroq o 7 yildan buyon anamning zodi kimligini ara tasdiq qilib tursa. Bundaq desem ko'nglingiz yerim bo'lishi mumkin. Bu xonim hozir sizning onangiz emas, balki Otaki efendimning ayoli, Haru Yoshi, tamamilaning onasi. Qishingizda men baqo. Bu xonimning ishi mushu peti ketaversin. Bu ishni hal qilishning eng yaxshi chorasi mushu. Bo'lamdi, Yuzimiko. Bey? Ha, shundoq. Ha. Sal turib turing.
Dada, Otaki efendimden kepti. Hanım şu günden başlap öyge qaytmadı mı? Ha? Sizden ödünüp qalay. Men gerçeğilik güni onun bilen ada juda bolaman degan bolsam lekin manga Yumiko bolmasa bolmaydi. Yoshino efendi. Yoshino efendi. Ey, Naoko, sen yağdı pişirgan kıymağa amarak eder, meninkini mi yevetkin? Dada, men xeyli köp yedim. Yan azırak yiyin, ha? Kim? Ben Nobuto. Ems kiriverdim ha? Yani nemiş oldu? Naoko, ananız Otaki hanım büyük geldi mi? Yo'q. Anamga bir ish bo'ptimi? Yo'q. Şunu so'rab baqili kelibdim. Agar uni ko'rib qolsangiz, uyimga telefon berib etsangiz. To'xtab turing. Anamga bir ish bo'ptimi? Buningda ansirmasangiz ham bo'ladi. Xayr, xo'sh. Naoko. Anmakıp durmay. Tamak pısıgın. Dada, Otaki hanımdan bir xabar bormi? onundan telefon geldi. O hozir nerede? Bu bir g'alati telefon bo'ldi. U o'zining siz bilan to'y qilgandan tortib, Yezimiko tug'ilg'uchi bo'lgan bir yil, uning hayotida eng baxtli kunlar bo'lganligini sizga yetkazib qo'yishimni aytdi. Keling, eshikni ichib bering. Dada. Nega borsiz? Xonimning dergini ola oldingizmi? Tex olamadim. Biroq izlamay bo'lmaydi. Siz uyda qolib qolib telefon saqlang. Ma'qul. Şundaq dengizga qaraytdingiz. Uyqudan ko'zimni açsam, siz yo'q bo'lib chiqatdingiz. Sherin ay safarining tunji kunida yo'qolib ketsangiz qandoq bo'ladi? Men darhol chiqib izlasam, siz mushada dengizga qarab turibdi ekansiz. U chaqda o'zimni to'liq baxtli his qilatdim. Qaytib kelgandaymi? Xonim. Shundaq. Ash kunimi meni shundaq chaqirgandingiz. Sizning menga endi siz mening xonimim bo'ldingiz deganingiz elim esimda. Lekin hozir sizning gap so'zlaringizdami? Mening hissiyotimdami? O'zgarish bo'ldi. Yumiko xonim. Ismim o'zgardi. Darhol Otaki efendining uyiga qaytib keting. Haruyoshi bilan tamomiy sizni saqlab o'ldirdi.
Siz meni yana burunqidek yashavagan demoqchimi? Mo'shunda qilmoqdan boshqa yo'l yo'q. Mayli siz yoki men bo'lay. Haqqoniyat yo'lidan qaytmaydigan kishilik hayot musofasiga qadam tashlab bo'ldik. Burunqi ishlarni asliga keltirgani bo'lmasmi? Asli keltirishga mumkin bo'lsa, bu ishni hozirgacha so'rab nima qilatdim? O'tib ketgan hayotni asli keltirgili bo'lmaydi. Endiki ish bundan keyin qanday qilib qilgan ishimizga yuz keladigan holda qaysarlik bilan yashashda. O'zimni oson, odamdagi cheksiz yoshirin kuchga, go'zal qalbga to'lib toshgan ishonch bog'lamoqdaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xonim. Men hozirdan boshlab yana yangi boshdan Otaki Yumiko'ga aylandim. Naoko'ning onasi bo'lishdan Haru Yoshi bilan Tamamining onasi bo'lishga o'zgardim. Siz mendan mushunda qilishni umid qilsiz-ku deyman. Naokoni menga topshiring. Menga ishinim. Sizga ishinaman. Biroq o'zimni bir ona bo'lish sifatim bilan sizga yordam berolmayotganligimdan qattiq o'kinaman. Ona, qaytib keldingizmi? Anne. Teşvikkarlığınızı karşı alınız. Nimiyeysiz. Buyurun. Qizining mushu qizg'in tabassum bilan to'lgan chiroylar uning qurib qaqshal bo'lib qolgan g'aribona qalbiga bahorning illiq optipini baxsh etadi. Shimazaki bir oy ichida bu ishni yo undaq yo bundaq qilish qasam qiladi. Nobuto bo'lsa herib charchig'ini qarmay adab Shimazakining yurgan turg'ini g'azibab yuradi. Oxiri bu ishning natijasidan hayron bo'lib og'zi echilib qoladi. Mushu paytda Yizmikoning tug'ilgan kuni yetib keladi. Bu tug'ilgan kunni tabriklash aslida Naoko'ga mansub bo'lishi kerak edi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 22-qismini ko'ring.